chegara kontur mana chegaralari Assalomu alaykum. Mana bizda yana bir natija. Однородные, неровные deb beradi. Ko'rdingizmi? Jigar Mana bu nima judur ekani zernistый deyapti. natijalari. Buni oldingiz yo'qmidi? Tomirlaringiz 11 ga tushgan, 15. Qolgan videoyingiz ham bor menda. Xullas mana bu demak telefon nomerlari. Faqat sizni ko'rib turamiz. Ha, yaxshi bo'lib ketibman deb aroqni ichib yoki boshqa bir narsalar, endi xudo asrasin, Mana o'zlari videodagi. Hop, mana bular mana bu Asal aka bilan kelishgan. Hop, bularda demak transplantatsiya qiladigan holatda yana bir akalari bor edi, ular ketib qolibdilar shotga. Ular даже Hindistonga ham borib ko'rinib kelganlarida zo'r bo'libdi. Ya'ni lechini og'irgin degan ekan, пересадка qilmagan. Ularning ertangi videolarini olib qo'yaman. Mana bu Jodar aka, mana bu Asal aka. Bular 3 ta kurs ichini oldingiz siz? Hozir 3 tasini to'liq oldingiz. Bularda to'liq qurigan edi jigarlari. Bularga aytdim, "Что, lechini qilib ko'ramiz, foyda bo'lsa bo'ldi, undan transplantatsiya qildim, to'g'rimi?" Lekin mana lechini qildik, shifoni Xudo berdi. Biz sababchi bo'ldi, endi zo'r bo'lib, bugungi xulosalari ham seroz yo'q deb ko'rsatdi, to'g'rimi? Fibroz. Yo, seroz chiqmadi hozir. Zo'r chiqdi. Mana bularniki ham xuddi shunaqa. Siz ikkinchi kurs olishingiz. Ikkinchisi ularda ham 1 oyda, ya'ni bir kurs o'zida normal rezultat bo'lgan. Jodar aka, o'zingiz gapirib bering, o'zingiz tanishtirib, qayerdansiz? Qirg'izistondan. Toshkentchi bilan bizani o'zbek tilida gapirishga qiynalsangiz, qirg'iz tilida ham gapiravering. Gapiravering qirg'izchada ham. Farqi yo'q, gapiravering. Men Qirg'izistondan. Gapiravering. Qirg'iziston O'sha viloyati Qirg'izcha rayonidan bo'lib, o'sha internetdan ko'rib, 5-6 oy ko'rib, sizda anan o'shani ko'rib yurib, ana oxiri Indiyaga aylaganda anan o'sha yoqqa to'g'ri kelib kelganman-da. Kelganda bir oy lecheniya qilib ko'ramiz. Anan bo'lmasa transplantatsiyaga borasiz degan. Bir ay lecheniyasında yaxshi jilish bo'lganlikdan dashi ulatganmiz. Hozir serozum yetgan, fibroz bor. Serozdan ikkinchi stepen fibroz. Şuradan chiqqanmiz, xudo xolasa. İnşallah Alloh ishlaringizga yegilik bersin. Demak, serozni to'liq tuzatish mumkin ekan. Siz o'zingiz taningizda ko'rdingiz ta'sirini. Qo'yib borgan videolar hammasi asosli ekanligini ham bildingiz. İşlerimde su var mı? Suv yo'q, top-toza, ishlaringiz yaxshi. Taloqlaringiz kichraygan, jigaringiz tiklangan, juda yaxshi. Faqat ikkinchi stepenli fibroz bor. Endi ko'p odamda bo'ladi, vahimali emas. Asal aka, siz mana o'zingizni tanishtirib aytib o'ting. Men shu Jodar orqali keldim. O'shdan bola, atim Asilbek. Jodarda qanday bo'lganini ko'rganman. Shu boladan telefonda baylanishib, o'ko'z burada tanishlikda. Şurada Toshkentga borib lecheniya qildim degandan borib kel dedim. Men hozir ikkinchi yo'l, 4-chi yo'l, sen 4-chi yo'lsan. Bu ikki yo'l borganda rezultat bo'lganini ko'rdim da ondan ko'z keldik-da bu yoqqa keldim. Men bir oyda xudo xolasa lecheniyalarim shu o'zimda bayqaldi, video yurganda dedi. Bu yerda da bugun analizlarda yaxshi chiqdi. Alloh razı olsun. Oldin lecheniyalardingiz, lekin bunaqa foyda ko'rmasdingiz. Burada bilinmaydi-da, menda 1,5 yilda bo'ldi. Biroq mana shu Jodar sebepkar bo'ldi. Jodar orqali kelib qoldim. Shu mendan bu odam so'rayotdi. Hozir shunday bo'lgan odamlar. Alloh razı olsun shu doktor Mirabaz. Hoji shu Jodarga da rahmat shartli kelib qoldim menga. Rahmat. Bergan ma'lumotingizga rahmat. Sizlar sababli qancha odamlar bu kasallikni to'liq tuzatish mumkinligini mana sizlar yana bir bor ko'radi. Bizda o'zingizlar ham ko'rayotgan bo'lsanglar, 100 minglagan odamlar nafaqat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelganlarni ham, hatto Rossiya mana bugun ikkita bemorimiz Amerikadan ham keldi. Ko'rdingizmi? Ikkita er xotin yurdi, ular polni bizga Amerikadan kelib lechini oladi. Amerikadan kelib. Hammaga shifo bergani rost bo'lsin. Sizlar ham bergan ma'lumotlaringga rahmat. Bundan buyon faqat xursandchilik, yaxshi kunlarni ko'p ko'ringlar.